Musobaqalar haqida gapiramiz. Musobaqa ana endi oldinda nima bor bilmaymiz-u. Men endi chiqmayman dedim. Chunki bularni olib yurib, ham sushkada, ham bularni olib yurish anchagina qiyin bo'ldi shu safar. Shu uchun ana endi jahon отдельный musobaqaga chiqadi, komanda отдельный chiqadi. Avgustda xudo xolasa jahonni olib boramiz musobaqaga, Texasda bo'ladi. Sentyabrda komanda bilan boramiz. Mr. Olimpiya Lyubitilskiy. Noyabrda xudo xolasa plan qilib turibmiz Ibrohimni Ispaniyaga. Xonsaroy как положено поддержка qilamiz dedi. Bularga u yoqdan uy xarajatlariga как положено yordam beramiz. Endi davay bosinglar deb komandani oldik. Xudo xolasa endi bundan ham yaxshi natija ko'rsatamiz. Yana aytaman, O'zbekiston tarixida bunaqa rezultat hali bo'lmagan. Mana komanda bilan borib, bitta professional, ikkita professional bo'lib dalish ketgan hali bo'lmagan. Shuning uchun endi sponsorlarning ishonchini oqlaymiz deb harakat qilamiz endi.